Bugun men sizga juda muhim masalani tushuntirib beraman. Pensiya tartibi o'zgaryapti. Endi pensiya masalasiga eski odat bilan qarash xavfli bo'lishi mumkin. Bu ma'lumot faqat hozir pensiyaga chiqayotganlarga emas, ishlayotganlarga, chet elda mehnat qilganlarga, uy bekalariga, nogironligi bor fuqarolarga, boquvchisini yo'qotgan oilalarga va ota-onasining hujjatlari bilan shug'ullanayotgan farzandlarga ham tegishli. Chunki pensiya bir kun kelib hammamizning daromadimiz, xavfsizligimiz va oilaviy rejamizga ta'sir qiladi. Men bugun murakkab qonuniy til bilan emas, oddiy odam tushunadigan qilib aytaman. Ilgari qanday edi? Endi nimasi o'zgaradi? Kim xotirjam bo'lishi mumkin? Kim esa hozirdanoq hujjatlarni tekshirishi kerak? Videoni oxirigacha ko'ring, chunki eng ko'p xato qilinadigan joylar oxirgi qismlarda bo'ladi. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday yangilikni vaqtida bilgan odam keyin idora yugurib yurmaydi. Pensiya masalasida odamlar ko'pincha bitta narsani kech tushunadi. Pensiya faqat yoshga yetganda hal bo'ladigan masala emas. Pensiya bugun ishlayotgan joyingizda, oyligingiz qanday rasmiylashtirilayotganida, mehnat daftarchangiz yoki elektron mehnat tarixingiz qanday yuritilayotganida, soliq va sug'urta to'lovlari qanday aks etayotganda shakllanadi. Ya'ni pensiya yoshiga yetganda siz birdaniga katta pul talab qila olmaysiz. Tizim sizning o'tgan yillardagi rasmiy ma'lumotlaringizga qaraydi. Oldin ko'p narsa qog'oz hujjatlarga bog'liq edi. Mehnat daftarchasi bor, unda muhr bor, buyruq raqami bor. Ishga kirgan va ishdan chiqqan sana yozilgan bo'lsa, odam o'zini xotirjam his qilardi. Lekin amalda ko'p muammolar chiqardi. Korxona yopilgan, arxiv topilmaydi. Muhr xira tushgan, ism sharifda bitta harf xato yozilgan. Ish staji tasdiqlanmay qolgan, maosh to'g'risidagi ma'lumotnoma topilmagan. Shunday holatda odam 25 yil ishlagan bo'lsa ham, ayrim yillari pensiya hisobida ko'rmay qolishi mumkin edi. Endi esa asosiy yo'nalish shuki, pensiya jarayoni ko'proq elektron ma'lumotlarga tayangan holda yuritiladi. Bu yaxshi tomoni bilan ham, xavfli tomoni bilan ham muhim. Yaxshi tomoni, agar ma'lumotlar to'g'ri kiritilgan bo'lsa, odam ortiqcha qog'oz ko'tarib yurmaydi. İdoralar o'zaro ma'lumot almashadi. Pensiyani tayinlash tezlashadi. Xavfli tomoni, agar elektron bazada ma'lumot yo'q bo'lsa yoki noto'g'ri bo'lsa, odam men ishlaganman-ku deb aytgani bilan yetarli bo'lmaydi. Buni tasdiqlash kerak bo'ladi. Shuning uchun men bugun alohida urg'u beraman. Pensiya yangicha bo'ladi degani faqat pul miqdori o'zgaradi degani emas. Bu avvalo hisoblash, tasdiqlash, murojaat qilish, qayta ko'rib chiqish va to'lovni olish tartibida mas'uliyat oshadi degani. Endi kimning hujjati toza? Mehnat tarixi aniq, daromadi rasmiy bo'lsa, o'sha odam yutadi. Kim yillar davomida norasmiy ishlagan, ish beruvchi bilan keyin hal qilamiz deb yuravergan bo'lsa, o'sha odam ko'proq xavf ostida qoladi. Birinchi navbatda. Kimlar bu masalaga jiddiy qarash kerak? Men buni 4 guruhga bo'lib tushuntiraman. Birinchi guruh yaqin 1-2 yil ichida pensiya yoshiga yetadiganlar. Agar siz yoki ota-onangiz pensiyaga chiqish arafasida bo'lsa, hozir eng muhim vazifa staj va daromad ma'lumotlarini oldindan tekshirish. Masalan, bir ayol 1935 yildan 2005 yilgacha maktabda ishlagan, keyin 2006 yildan 2024 yilgacha poliklinikada ishlagan. Qog'ozda hammasi joyida ko'rinadi. Lekin elektron bazada 1998 yildagi ishga qabul qilish buyrug'i noto'g'ri sanada kiritilgan bo'lishi mumkin. Yoki 2003 yildagi oylik ma'lumotlari chiqmasligi mumkin. Pensiya tayinlash vaqti kelganda shu bitta bo'shliq ham hisobga ta'sir qiladi. Ikkinchi guruh ish joyini ko'p almashtirganlar. Qurilishda ishlagan, keyin savdoda, keyin xususiy firmada, keyin yakka tartibdagi tadbirkorlikda ishlagan odamlar alohida ehtiyot bo'lishi kerak. Nega? Chunki har bir ish joyi hujjatni bir xil darajada yuritmagan bo'lishi mumkin. Masalan, bir kishi 30 yil mehnat qilganini aytadi. Lekin yaxshi yili norasmiy, 4 yili shartnomasiz. 3 yil esa korxona hujjat topshirmagan joyda o'tgan bo'lsa, pensiya hisobida to'liq 3 yil chiqmasligi mumkin. Men ko'p odamlarga shuni aytaman. Men ishlab kelganman boshqa narsada. Davlat bazasida ishlaganligim tasdiqlangan boshqa narsa. 3-guruh chet elda ishlagan fuqarolar. Rossiya, Qozog'iston, Turkiya, Koreya yoki boshqa davlatlarda ishlagan ko'p yurtdoshlarimiz bor. Ular uchun savol shunday: chet eldagi ish staji pensiyaga qo'shiladimi yoki yo'qmi? Bu masala ikki narsaga bog'liq. Davlatlar o'rtasidagi kelishuvlar va sizning ishlaringiz rasmiy bo'lgan bo'lmaganiga.
Agar odam chet elda shartnoma bilan ishlagan, soliq yoki majburiy to'lovlar amalga oshirilgan, hujjatlar saqlangan bo'lsa, uni tasdiqlash imkoniyati yuqoriroq. Agar odam faqat og'zaki kelishuv bilan ishlagan bo'lsa, qo'lida na shartnoma, na maosh varaqasi, na ish beruvchidan ma'lumot bo'lsa, keyin stajni isbotlash juda qiyin bo'ladi. 4-guruh ayollar, ayniqsa farzand parvarishi, dekret, uy ro'zg'or, vaqtincha ishlamaslik davrlari bo'lganlar. Bu yerda juda ko'p nozik jihat bor. Ayol kishi bir necha yil farzand parvarishida bo'lgan bo'lishi mumkin. Keyin ishga qaytgan bo'lishi mumkin. Ayrim davrlar stajga qo'shilishi mumkin. Ayrimlari esa hujjat bilan tasdiqlanishi kerak. Masalan, 3 farzandli ona 15 yil rasmiy ishlagan, 6 yil turli davrlarda farzand parvarishida bo'lgan, yana 5 yil norasmiy savdo qilgan. U pensiya yoshiga yetganda umumiy hayotiy mehnati katta ko'rinadi, lekin tizim avvalo rasmiy tasdiqlangan davrlarni ko'radi. Shuning uchun ayollar tug'ilganlik guvohnomalari, ish joyidagi buyruqlar, ta'til haqidagi hujjatlar va mehnat tarixini oldindan tartibga keltirishi kerak. Endi aniq misollar bilan tushuntiraman. Masalan, Ahmad aka 6 yoshga yaqinlashyapti. U 1990 yildan 2000 yilgacha zavodda ishlagan. 2010 yildan 2010 yilgacha bozorda norasmiy savdo qilgan. 2011 yildan 2024 yilgacha rasmiy ishda bo'lgan. Ahmad aka o'zini 34 yil ishlagan deb hisoblaydi. Lekin pensiya tizimi nazarida uning 10 yillik bozordagi norasmiy davri muammo bo'lishi mumkin. Agar u yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tmagan bo'lsa, badallar to'lanmagan bo'lsa, bu yillar to'liq staj sifatida ko'rinmasligi mumkin. Natijada pensiya miqdori kutilgandan past chiqadi. Bu yerda xulosa juda oddiy. Bugungi norasmiy daromad ertangi pensiya hisobida ko'rinmay qolishi mumkin. Yana bir misol. Dilbar opa 28 yoshda. U butun umr tibbiyot sohasida ishlagan, lekin 1997 yildan 2002 yilgacha ishlagan kichik klinika keyinchalik yopilgan. Mehnat daftarchasida yozuv bor, lekin klinika arxivi qayerdaligi noma'lum. Agar elektron bazada bu davr yo'q bo'lsa, Dilbar opa tuman arxivi, sobiq ish beruvchi hujjatlari, buyruqlar nusxasi yoki boshqa tasdiqlovchi ma'lumotlarni izlashi kerak bo'ladi. Agar buni pensiyaga ariza berish kuni boshlasa, vaqt yo'qotadi. Agar hozir boshlasa, muammoni oldindan hal qiladi. Yana bir holat. Jamshid 45 yoshda yaxshi daromad topadi, lekin oyligining bir qismi rasmiy, bir qismi konvertda. U bugun ko'proq pul olayotgandek tuyuladi. Lekin kelajakda pensiya hisobida rasmiy oylik muhim rol o'ynaydi. Agar uning haqiqiy daromadi 2 million so'm bo'lsa, lekin rasmiy hujjatda 2 million so'm ko'rsatilsa, tizim 2 millionni emas, 2 millionni ko'radi. Men bunday odamga shunday deyman. Bugungi yashirin daromad ertangi rasmiy himoyani kamaytiradi. Yana bir misol, chet elda ishlagan Sobir 7 yil davomida Rossiyada qurilishda ishlagan. Birinchi 5 yil shartnomasiz. Keyingi 7 yil rasmiy patent va shartnoma bilan u pensiya masalasida murojaat qilganda 7 yillik rasmiy davr bo'yicha hujjat taqdim etish imkoniyati bor, lekin birinchi 5 yil bo'yicha isbot juda qiyin. Shuning uchun chet elda ishlayotganlar hozirdanoq shartnoma, ish beruvchi ma'lumotnomasi, to'lov hujjatlari, soliq raqami, bank orqali olingan maosh izlari kabi dalillarni saqlash kerak. Kimlar unchalik xavotir olmasligi mumkin? Agar siz uzoq yillardan beri rasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, ish joyingiz elektron mehnat tizimiga ma'lumotlarni to'g'ri kiritgan bo'lsa, oyligingiz rasmiy o'tayotgan bo'lsa, soliq va majburiy to'lovlar aks etayotgan bo'lsa, sizning holatingiz nisbatan barqaror. Lekin men baribir umuman tekshirmasangiz ham bo'ladi demayman. Chunki xatolar ko'pincha odam kutmagan joydan chiqadi. Tug'ilgan sana noto'g'ri, familiya eski pasport bo'yicha qolgan. Ishga kirish sanasi boshqa, ishdan chiqish buyrug'i kiritilmagan. Bular kichik ko'rinadi, lekin pensiya tayinlashda vaqtni cho'zadi. Endi istisnolar, tuzoqlar va ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlarga o'taman. Birinchi tuzoq, odam faqat mehnat daftarchasiga ishonib qoladi. Albatta, mehnat daftarchasi muhim hujjat, lekin hozirgi tizimda elektron ma'lumotlar ham juda muhim. Agar qog'ozdagi yozuv elektron bazaga mos kelmasa, aniqlashtirish talab qilinadi. Shuning uchun men tavsiya qilaman, qog'oz hujjat borligi bilan cheklanmasdan elektron mehnat tarixingizni ham tekshiring. Ikkinchi tuzoq, ism sharif va pasport ma'lumotlaridagi farqlar. Masalan, bir hujjatda Gulnora, boshqasida Gulnoza deb yozilgan yoki familiya turmushga chiqqandan keyin o'zgargan.
Lekin eski ish joyidagi ma'lumotlar avvalgi familiyada qolgan. Yoki otasining ismi bir joyda to'liq, boshqa joyda qisqartirib yozilgan. Oddiy ko'ringan bu farqlar keyinchalik bu hujjat aynan shu fuqaroga tegishlimi degan savolni tug'diradi. Bunday holatda nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargani haqidagi hujjat, eski pasport nusxalari, tug'ilganlik guvohnomasi kerak bo'lishi mumkin. 3-tuzoq. Ish staji bilan pensiya miqdorini adashtirish. Ba'zi odamlar stajim ko'p, demak pensiyam juda katta bo'ladi deb o'ylaydi. Staj muhim, lekin daromad ham muhim. Agar odam 35 yil ishlagan bo'lsa-yu, ko'p yillar minimal rasmiy oylik bilan ko'rsatilgan bo'lsa, pensiya miqdori kutilgan darajada yuqori bo'lmasligi mumkin. Aksincha, rasmiy daromadi barqaror, hujjatlari to'g'ri, to'lovlari aks etgan odamda hisob aniqroq bo'ladi. 4-tuzoq. Ish beruvchi biladi deb yurish. Ish beruvchi hujjatlarni yuritish kerak, lekin pensiyasizniki. Agar bugun kadrlar bo'limi xato qilsa, 15 yil keyin o'sha xatoning oqibatini siz ko'rasiz. Shuning uchun men har bir ishlayotgan odamga kamida yiliga bir marta o'z mehnat tarixini, shartnomasi bor yo'qligini, rasmiy oyligi qanday aks etayotganini tekshirishni maslahat beraman. 5-tuzoq. Korxona yopilgandan keyin hujjat izlash. Ko'p xususiy korxonalar ochiladi, yopiladi, nomini o'zgartiradi. Agar siz u yerda ishlagan bo'lsangiz, ishdan ketayotgan vaqtda buyruq nusxasi, ish haqi haqidagi ma'lumot, mehnat shartnomasi nusxasi, ishdan bo'shash buyrug'i kabi hujjatlarni olib qo'yish foydali. Chunki 10 yil o'tib o'sha korxona rahbarini ham, buxgalterni ham topolmasligingiz mumkin. 6-muhim nuanja, nogironlik pensiyasi va boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi. Bu holatlarda ham hujjatlarning to'g'riligiga hal qiluvchi ahamiyatga ega. Nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa, mehnat qobiliyati cheklanganlik darajasi, rasmiy staj, shaxsiy hujjatlar bir-biriga mos bo'lishi kerak. Boquvchisini yo'qotgan oilalarda esa marhumning ish staji daromadi. Oila a'zolarining qarindoshlik hujjatlari, voyaga yetmagan farzandlar yoki ta'limda o'qiyotgan farzandlar haqidagi ma'lumotlar muhim bo'ladi. Bitta hujjat yetishmasa ham to'lov kechikishi mumkin. 7-nuanja. Pensiya qayta hisoblanishi mumkin bo'lgan holatlar. Ba'zan odam pensiyaga chiqadi, keyin oldin topilmagan ish staji hujjatini topadi yoki daromad ma'lumoti aniqlanadi. Shunda qayta murojaat qilish, pensiyani qayta ko'rib chiqish masalasi paydo bo'lishi mumkin. Lekin bu avtomatik tarzda bo'ladi deb o'ylamaslik kerak. Fuqaro o'zi murojaat qilishi, yangi hujjatni taqdim etishi, ariza yozishi kerak bo'lishi mumkin. Men buni alohida aytaman. Hujjat topdingizmi? Uni javonda saqlab qo'ymang. Tegishli idoraga olib boring va rasmiy ro'yxatdan o'tkazing. 8-nuanja, pensiya pulini olish usuli. Hozir ko'p to'lovlar bank kartasi orqali amalga oshiriladi. Ayrim holatlarda yetkazib berish yoki boshqa tartiblar bo'lishi mumkin. Bu yerda ham odamlar ehtiyot bo'lishi kerak. Kartani begona odamga bermang, PIN kodni aytmang. SMS kodlarini hech kimga yubormang. Pensiya keksa odamning asosiy daromadi bo'lishi mumkin. Shuning uchun firibgarlik xavf katta. Agar ota-onangiz pensiya olsa, ularga telefon orqali kelgan shubhali qo'ng'iroqlarga ishonmaslikni tushuntiring. Endi eng muhim qism, siz hozir nima qilishingiz kerak? Men buni bosqichma-bosqich tushuntiraman. 1-qadam. Shaxsiy hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID karta ma'lumotlari, tug'ilgan sana, familiya, ism, otasining ismi barcha hujjatlarda bir xil yozilganmi, shuni ko'ring. Agar familiya o'zgargan bo'lsa, nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgarishini tasdiqlovchi hujjatlarni alohida papkaga joylang. Agar eski pasport nusxalari bo'lsa, ularni ham saqlang. 2-qadam, mehnat tarixingizni tekshiring. Hozir ishlayotgan joyingizdan kadrlar bo'limi orqali elektron mehnat daftarchasidagi ma'lumotlar to'g'ri kiritilganini so'rang. Agar MyToyKo'kov, uz yoki tegishli elektron xizmatlar orqali tekshirish imkoniyati bo'lsa, o'zingiz ham ko'ring. Ishga kirgan sana, lavozim, ishdan chiqqan sana, buyruq raqamlari, tashkilot nomi mos kelishi kerak. 3-qadam, eski ish joylaringiz bo'yicha hujjatlarni yig'ing. Mehnat daftarchasi, mehnat shartnomasi, ishga qabul qilish va ishdan bo'shatish buyruqlari, ish haqi haqidagi ma'lumotnomalar, arxiv ma'lumotlari, harbiy xizmat hujjatlari, ta'lim davri bo'yicha kerakli tasdiqlar, farzandlar tug'ilganlik guvohnomalari kabi hujjatlarni bir joyga jamlang. Men odamlarga oddiy papka qilishni maslahat beraman. Har bir ish joyi bo'yicha alohida bo'lim, sanlar ketma-ketligi bilan. 4-qadam. Norasmiy ishlagan davrlaringizni real baholang.
Agar biror davr rasmiy tasdiqlanmasa, u pensiyaga ta'sir qilmasligi mumkinligini tushuning. Hozir ishlayotgan bo'lsangiz, ish beruvchidan rasmiy shartnoma talab qiling. Oylikning to'liq rasmiy ko'rsatilishi bo'yicha savol bering. Bu noqulay suhbat bo'lishi mumkin, lekin kelajakdagi pensiya uchun juda muhim. 5-qadam, chet elda ishlagan bo'lsangiz, hujjatlarni yo'qotmang. Mehnat shartnomasi, ish beruvchi ma'lumotnomasi, soliq yoki sug'urta to'lovlari haqidagi tasdiqlar, bank orqali tushgan maoshlar, ruxsatnoma yoki patent hujjatlari, tarjima qilingan va tasdiqlangan nusxalar kerak bo'lishi mumkin. Chet eldan qaytgandan keyin topaman demang. Ishlagan joyingiz faol turgan paytda hujjat olish osonroq. 6-qadam, pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga oldindan murojaat qiling. Pensiya yoshiga yetib qolishni kutmang. Mening stajim bo'yicha ma'lumotlarni oldindan tekshirib berish mumkinmi? Qaysi hujjatlarim yetishmaydi? Qaysi davrlar tasdiqlanishi kerak deb so'rang. Savolni og'zaki berib ketmang. Kerak bo'lsa yozma murojaat qiling. Yozma murojaatda ism sharifingiz, JSHSH raqamingiz, aloqa telefoningiz, qaysi davrlarni tekshirtirmoqchi ekaningiz aniq yozilsin. 7-qadam. Hujjat topshirganda nusxasini o'zingizda qoldiring. Ariza bergan bo'lsangiz, qabul qilingan sanasi, raqami, mas'ul idora nomi bo'lishi kerak. Agar hujjatni topshirsangiz, ro'yxat qilib bering. Keyin qaysi hujjatni topshirgandim deb eslay olmay qolmaysiz. Bu oddiy tartib, lekin juda ko'p nizolarni oldini oladi. 8-qadam, pensiya tayinlangandan keyin ham hisob kitobni tekshiring. Sizga qancha miqdor tayinlandi? Qaysi staj davrlari hisobga olindi? Qaysi daromad davrlari asos qilib olindi? Shularni tushunishga harakat qiling. Agar siz kutganingizdan ancha kam chiqsa, darhol sababini so'rang. Balki biror davr hisobga olinmagandir. Balki ma'lumot yetishmayotgandir. Balki qo'shimcha hujjat kerakdir. Vaqt o'tkazib yubormang. 9-qadam, ota-onangizga yordam bering. Ko'p keksa odamlar elektron tizim, ID karta, SMS kod, bank ilovasi, davlat xizmatlari markazi kabi jarayonlarda qiynaladi. Farzandlar ota-onasining hujjatlarini tartib keltirsa, bu katta yordam bo'ladi. Lekin men bir narsani alohida aytaman. Ota-onangiz nomidan ish yuritayotganda qonuniy vakolat masalasiga e'tibor bering. Kerak bo'lsa ishonchnoma rasmiylashtiring. Bank kartasi va shaxsiy kodlarga beparvo bo'lmang. 10-qadam. Har qanday yangilikni faqat rasmiy manbadan tekshiring. Telegramdagi noma'lum xabarlar hamma pensiya 2 barobar oshadi yoki hujjat topshirmagan odam pensiyasiz qoladi degan vahimali gaplarga ishonmang. Rasmiy idora xabarlari, qonun hujjatlari, davlat xizmatlari markazi, pensiya jamg'armasi yoki malakali mutaxassisdan aniqlashtiring. Pensiya mavzusida noto'g'ri maslahat odamga pul, vaqt va asab yo'qotishi mumkin. Men yana bir amaliy maslahat beraman. Hozir bitta varaq olib, mehnat hayotingiz xaritasini yozing. Qaysi yilda qayerda ishladingiz, lavozimingiz nima edi, rasmiy yoki norasmiy edi, qo'lingizda qaysi hujjat bor, qaysi hujjat yo'q. Masalan, 1992-1993 maktab hujjat bor, 1992 firma hujjat yo'q. 2000-2015 shifoxona hujjat bor. 2016-2024 xususiy korxona elektron bazani tekshirish kerak. Shunday jadval qilsangiz, muammo qayerda ekanini darrov ko'rasiz. Agar hujjat yetishmasa, vahima qilmang, lekin sustkashlik ham qilmang. Avval sobiq ish joyiga murojaat qiling. Agar korxona yopilgan bo'lsa, arxivga murojaat qiling. Agar arxivda ham topilmasa, boshqa tasdiqlovchi hujjatlar bo'lishi mumkinmi? Mutaxassis bilan maslahat qiling. Ba'zi hollarda sud orqali faktni belgilash masalasi ham ko'rib chiqilishi mumkin, lekin bu oxirgi choraga o'xshash murakkab yo'l, eng yaxshisi. Hujjatlarni oldindan to'plash. Yana bir muhim narsa, rasmiy ish staji va ijtimoiy himoya faqat pensiya uchun kerak emas. Bu kasallik varaqasi, homiladorlik va tug'ish nafaqasi, ishsizlik holatidagi ayrim kafolatlar, kredit olishdagi daromad tasdig'i, sud yoki nizolarda mehnat huquqlarini himoya qilish uchun ham kerak bo'ladi. Shuning uchun men odamlarga doim aytaman. Rasmiylashtirishni ortiqcha qog'ozbozlik deb ko'rmang. Bu sizning kelajakdagi himoyangiz. Bugungi qaror va yangicha tartibning asosiy ma'nosi shuki, pensiya masalasi endi yanada aniqroq, elektronroq va hujjatlarga ko'proq bog'liq bo'ladi. Kimning mehnat tarixi to'g'ri, oyligi rasmiy, hujjatlari tartibli bo'lsa, u kamroq qiynaladi. Kim hujjatlarni keyinga qoldirgan, norasmiy ishlagan, eski ish joylaridan ma'lumot olmagan bo'lsa, u hozirdanoq harakat qilishi kerak. Men sizga ekspert sifatida
eng muhim tavsiyani beraman. Pensiya yoshini kutmang. Bugun hujjatlaringizni tekshiring. Elektron mehnat tarixingizni ko'ring. Yetishmayotgan davrlarni aniqlang. Kerak bo'lsa, pensiya jamg'armasi yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Bir kunlik tekshiruv kelajakda bir necha oylik yugurning oldini olishi mumkin. Sizningcha pensiya tizimidagi yangi tartib odamlarga qulaylik yaratadimi yoki aksincha hujjati to'liq bo'lmaganlar uchun muammo ko'payadimi? Fikringizni kommentariyada yozing. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki pensiya masalasida vaqtida bilgan odam yutadi. Kech bilgan odam esa ko'pincha hujjat ortidan yuguradi.